Bugungi kunda O'zbekistonda yoshlar siyosati davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yoshlar ta'limi, kasbiy rivojlanishi va ijtimoiy faolligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlar natijasida mamlakatning barcha hududlarida, xususan Surxondaryo viloyatida ham yoshlar hayotida yangi sahifa ochildi. So'nggi yillarda yoshlar orasida ilm-fan, xorijiy tillar va zamonaviy kasblarga qiziqish keskin oshgani buning yaqqol isboti. Yoshlar endi faqat ish izlovchi emas, balki imkoniyat yaratuvchi, g'oyalar tashabbuskori, innovatsiyalarga ilhom beruvchi kuchga aylanmoqda. Va shuningdek, ular orasida tadbirkor yoshlar safi ham kengayib bormoqda. Keyingi yillarda Surxondaryodagi qariyb 35.1% ga yaqin bo'lgan tadbirkorlik subyektlarining ta'sischilari 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar hisoblanadi. Ularning startap va g'oyalarini yanada qo'llab-quvvatlash masalasiga har qachongidan alohida e'tibor qaratilyapti. Yoshlar tadbirkorlikni rivojlantirish davlat maqsadli jamg'armasi Prezidentimizning 60-sonli qarorlariga asosan tashkil topgan bo'lib, jami miqdorda ustav kapitali, ustavdagi ulushimiz 100 million AQSh dollari ekvivalentini tashkil etilishi belgilangan. Biz yoshlarni tadbirkorlik va bandligini qo'llab-quvvatlash, ularga yordamlashish maqsadida jami 11 ta instrument orqali moliyaviy ko'maklarni amalga oshiramiz. Shulardan 100 million so'mdan 2,5 milliard so'mgacha bo'lgan imtiyozli kreditlar 9 ta banklarimiz tomonidan ajratiladi. Bizning resurslarimiz orqali, ya'ni Yoshlar agentligining jamg'armasi resurslar orqali ajratiladi va xorijiy tillar bo'yicha kamida C1 darajadagi xalqaro yoki bo'lmasa milliy darajadagi sertifikati bor yoshlarimizga olis va chekka hududlarda o'quv markazlarini ochish uchun 130 million so'mgacha foizsiz qarz mablag'lari 36 oygacha ajratiladi. Bunda 6 oylik imtiyozli davra ham mavjud. Shuningdek, startap g'oyasi bor yoshlarimizga trenerlarni, mentorlarni, ekspertlarni jalb qilish bilan bog'liq xorijiy davlatlarda yoki bo'lmasa o'zimizning davlatimizda inkubatsiya, akseleratsiya dasturlarida ishtirok etish istagida bo'lgan yoshlarimizni xarajatlarining 50% qismini ham biz jamg'armamiz tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qoplab beramiz. Shuningdek, Yoshlar agentligi huzurida tashkil topgan Yoshlar Venture jamg'armasi orqali mana bugungi kunda hammamiz bilamizki, O'zbekiston iqtisodiyotida yangi iqtisodiy yo'nalish, ya'ni startap yo'nalishi jadal sur'atlarda rivojlanyapti. Bu yo'nalishni yoshlar tomonidan qo'llab-quvvatlanish maqsadida 500 million so'mdan 2 milliard so'mgacha bo'lgan investitsiya mablag'lari ularni ustav kapitalga ulush sifatida imtiyozli ravishda kiritilishi belgilangan. Demak, mana bugun Surxondaryo viloyatida ham yoshlarimiz bilan uchrashyapmiz. Ulardan takliflarini, muammolarini olyapmiz, o'rganyapmiz, ularni hal qilish bo'yicha ishlayapmiz. Hududda ham baribir yoshlar bilan tizimli ishlarni tashkil qilishda mana o'zimizga belgilab olyapmiz. Ya'ni qanaqaki yoshlarimizni ozroq bo'lsa ham huquqiy madaniyatini, moliyaviy madaniyatini yana ham bir yaxshiroq darajaga olib chiqishimiz uchun tizimli bir tadbirlarni yoki bo'lmasam tizimli bir yo'nalishda ishlarni tashkil qilishimizga to'g'ri kelyapti. Surxondaryoda 105.9 ming yosh ibrat farzandlari loyihasi doirasida xorijiy tillarni faol o'rganmoqda. Bu loyiha orqali yoshlar nafaqat grammatika yoki so'z boyligini, balki dunyo bilan muloqot qilish, xalqaro tajribani o'rganish imkoniyatini qo'lga kiritmoqda. Shuningdek, ularning 10.239 nafari B1, 6.266 nafari B2 darajani, 1.350 nafari esa xalqaro imtihon tizimlaridan yuqori C1 darajani oldi. Eng quvonarlisi, bu yoshlarning imtihon xarajatlari Yoshlar ishlari agentligi tomonidan to'liq qoplab berildi. Masalan, C1 darajasiga ega bo'lganlar orasida Termiz shahrida 538 nafar, Denov tumanida 140 nafar, Jarqo'rg'on tumanida 102 nafar, Qumqo'rg'on tumanida 82 nafar yoshlar bor. Bu natijalar Surxondaryoning ta'lim va til sohasidagi yuksak salohiyatini namoyon etmoqda. Germaniya Federativ Respublikasi bilan hamkorlikda hozirgi kunda Surxondaryo viloyatidagi barcha o'sha tumanlarda hozir nemis tili bo'yicha kurslarimiz tashkil qilingan, ya'ni o'sha malakali tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz tomonidan nemis tili kurslari o'qitilyapti. Hozirgi kunda viloyatimizda shu nemis tili kurslarida tumanlardagi o'quv markazlarida, mono markazlarda, kasb-hunar maktablarida 3000 ga yaqin yoshlarimiz o'qib kelmoqda. Hozirgi kunda Surxondaryo viloyatida kelajak kasblar loyihasi bo'yicha zamonaviy kasblar, axborot texnologiyalari va xorijiy tillarga 900 ga yaqin yoshlarimiz davlat tomonidan o'qitib kelinyapti, ya'ni ular bepul o'qiydi. Hozirgi kunda mana shu o'quv markazlarida yoshlarimizni o'sha darslarga borish jarayonlarining nazoratini biz o'rnatganmiz. Ya'ni o'sha o'quv markazlarida Face ID, ya'ni o'rnatilgan, har bitta bolaning darsiga borish, kelish jarayonlari nazorat qilinadi. Platforma yaratilgan. Platforma orqali o'sha Face ID orqali ya'ni kirish va darsdan chiqish holatlarida o'sha kirgan paytda Face ID dan ro'yxatdan kelganligi to'g'risida tasdiqlanadi va darsdan chiqayotgan paytda chiqishda ham o'sha Face ID dan ro'yxatdan o'tadi. Misol tariqasida bu o'sha elektron platforma, ya'ni Face ID ni biz joriy qilganimiz yoshlarning o'sha bilimlar, ya'ni sifatli, ya'ni bilim olishi, tezroq o'sha xorijiy tillarda, axborot texnologiyalari, zamonaviy kasblarni o'rganishiga mas'uliyat bilan yondashishga qaratilgan.
Yosh xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish, ularni zamonaviy kasblarga o'rgatish maqsadida Qizlar akademiyasi loyihasi yo'lga qo'yildi. Bu loyiha orqali 24 mingga yaqin yosh xotin-qizlar tadbirkorlik, marketing, grafik dizayn, huquq va axborot texnologiyalari sohalarida bilim olish imkoniga ega bo'ldi. Bu nafaqat kasb o'rganish, balki ishonch maktabi hamdir. Akademiya bitiruvchilari orasida o'z startap loyihasini yo'lga qo'yganlar, onlayn biznes ochganlar va mahalliy ishlab chiqarishda faol ishtirok etayotganlar tobora ko'paymoqda. Yoshlar uchun 1000 kitob tashabbusi doirasida yo'lga chiqqan kitob karvoni yaqinda Surxondaryoga yetib keldi. Termiz shahrida joylashgan yoshlar markazida mazkur loyiha doirasidagi kitoblar viloyatning barcha shahar va tuman yoshlar ishlari bo'limlariga taqdim etildi. Bu kitoblar tez orada mahalliy kutubxonalar, maktablar va yoshlar markazlariga yetkazildi. Karvon tarkibida nafaqat badiiy asarlar, balki ilmiy, ma'naviy, motivatsion kitoblar ham mavjud bo'lib, ular yoshlar dunyoqarashini kengaytiradi, ilmiy tafakkurini rivojlantiradi. Kitoblar yetib keldi. Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi 3-sonli maktabda biz bu e'tirofdan juda ham minnatdormiz. Biz ham maktabimiz bo'yicha kutubxonalarga a'zo bo'lib, har bitta o'qituvchilarimiz muntazam kitoblarni o'qib boramiz. Bu kitoblarni hammasini o'qib bo'lib, kelajak avloddagi yoshlarga o'z bilimlarimizni yetkazib beramiz. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan kitoblar karvoni Surxondaryo viloyati Sarosiy tuman 3-maktabga 500 donadan ortiq kitoblar to'plami yetib keldi. Yoshlarimiz ilmli, ma'naviyatli, ma'rifatli qilish, shu jumladan kitobxonlikni keng targ'ib qilish sababida mana yoshlarimizga hozir kitoblar taqdim etilmoqda. Asosiy maqsadimiz yoshlarning bilimli, ilmli, ma'rifatli va kitobga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishdan iborat. Men Sarosiy tumani Afrosiyob mahallasi Binokor ko'chasida yashayman. Bugun 3-sonli maktabimizga Yoshlar ishlari agentligi tomonidan kitoblar sovg'a qilindi. Men bundan juda ham xursandman. Chunki men kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Men ijtimoiy tarmoqlarda Jasorat nomli kitobini ko'rib rosa qiziqib qoldim. Mana bu kitoblar ham bizning maktablarga berildi. Men bu uchun rahmat aytaman. Tengdoshlarimga ham ko'plab kitoblar o'qishni maslahat beraman. Yaqinda Surxondaryo viloyatida Qizlar ovozi klubining hududiy koordinatorlari saylandi. Ular xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, intellektual salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga Termiz shahrida Obod yurt Eko Challenge ham o'tkazildi. Tadbirda talaba yoshlar, eko volontyorlar, Qizlar ovozi koordinatorlari, mahalla yoshlar yetakchilari faol ishtirok etishdi. Tabiatni asrash, ona zaminni tozalik va obodlikda saqlash g'oyalari yoshlar qalbiga yanada singdi. Tozalik va ozodalik oyligi doirasida tashkil etilgan ekologik aksiyada butun Surxondaryo viloyati yoshlari ishtirok etmoqda. Bu aksiyamiz o'sha ta'lim muassasalaridan, mahallalarda, talabalar o'rtasida barcha joylarda o'sha aksiya davom etmoqda. Termiz shahridagi Guliston mahallasi hududida tanlov olganmiz. O'sha tanlov olingan hududda bugun yoshlarimiz bilan birgalikda tozalik ishlari olib boramiz. Chiqindilardan xoli hududga aylantirish maqsad qilingan. Mana shu ekologik aksiyalar bu oyiga 2 marta, 3 martalab mana shu yoshlar o'rtasida doimiy ravishda bo'lib turadi. Tozalik va ozodalik oyligi doirasida bugun biz volontyorlar maktabi volontyorlari, faol yoshlar, universitet talabalari hamda ko'ngillilardan iborat jamoalar ploging aksiyasida faol ishtirok etmoqdamiz va bu jarayon qizg'in ketmoqda. Ishtirokchilar jamoalarga bo'linib, barchasi tanlov ko'rinishida bo'lmoqda va bu jarayonda biz ham faol ishtirok etishga harakat qilmoqdamiz. Jarayonlar qizg'in ketyapti. Chunki bu yerda har bir qilayotgan ish o'zimizni chin ko'nglimizdan qilyapti. O'zimiz aynan ekologiyaga 1% bo'lsa-da yordamimiz tegish uchun kelganmiz. Sog'lig'imiz uchun foydali, chunki bu yerda barchamiz yuryapmiz, guruh bo'lib ishlayapmiz, o'zimiz birgalikda gaplashyapmiz, yangi tanishlar orttiryapmiz. Ploging bizga yana ham ko'p imkoniyatlar beryapti. Har bir loyiha, har bir tashabbus, har bir g'olib yosh bu yangi O'zbekistonning yangi qiyofasi. Surxondaryo viloyatidagi yoshlar o'z bilimi, iqtidori va fidoyiligi bilan mamlakatimiz rivojiga munosib hissa qo'shmoqdalar. Bugungi yoshlar bu faqat ta'lim oluvchi avlod emas, ular yaratuvchi, ilhom beruvchi, jamiyatdagi ijobiy o'zgarishlarning bosh ijrochilari. Shuning uchun ham yoshlar kelajak poydevori degan g'oya yangi ma'no kasb etmoqda.